Yana bir kun ekoplanetda barcha sayyoralar tinch. Faqat bittasi istisno. Yer xavf chegarasiga yaqin. Men tez harakat qilishim kerak. Ey, mening sehrli tayog'im, uchish vaqti keldi. Xavf bu asteroid yoki begona sayyoralar emas. Bu inson beparvoligi. Bu markaz qaror qabul qilish vaqti keldi. Insonlar zaif, ijodiy, lekin o'z ta'sirini ko'rmaydi. Men buni darhol tuzatishim mumkin. Ularni tushuntir, kichik harakatlar sayyoraga qanday ta'sir qiladi. Haqiqiy qudrat koinotni boshqarishda emas, mas'uliyatni ilhomlantirishda. Kichik qo'llar ham katta jarohatlarni davolay oladi. Ular birinchi saboqni o'rgandilar. Endi harakat qilishlari kerak. Muvozanat tiklandi. Lekin hushyorlik hech qachon tugamaydi. Quvvat bilimsiz bo'lsa bo'sh, harakatsiz bilim esa bekor. Hikoya davom etadi. Ularning qo'lida, bizning yuragimizda.